Oltin narxi so'nggi 12 yil ichida hech qachon bunchalik qattiq tushmagandi. Bir kunda $4300 dan $4100 gacha tushib ketdi va market kapitalizatsiyasi salkam $2 trillion ga pul yo'qotdi. Endi tasavvur qiling, ko'pchilik oltinni barqarorlik ramzi deb biladi. Oltinda pul saqlash xavfsiz deb bilishadi. Lekin mana ko'ryapsizlar, dunyoda xavfsiz, riskdan xoli bo'lgan aktivni o'zi yo'q. Ko'pchilik insonlar Bitcoinga tosh otishadi. Bitcoin narxi juda tebranuvchan deyshadi. Lekin mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Qayerga qarasangiz ham, demak, bozor tebranuvchan. Hatto ko'chmas mulkka investitsiya qilsangiz ham, aytaylik Toshkent shahrida bundan 1-2 yil oldin hamma uy-joy sotib ola boshladi, narxi ko'tarilayotganini ko'rib. Keyin esa narxlar sekinlab, uylar narxi tushdi. Odamlar o'zi sotib olgan narxiga ham sota olmadi, zarariga sotdi qancha odam. Xuddi shunday o'rtoqlar, bilib qo'ying, investitsiya qilyapsizmi? Hamma joyda o'ziga yarasha risk bor. Agar hozir oltinga investitsiya qilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Sababi so'nggi 2 yil ichida hamma o'zini oltinga ura boshladi va bu xuddi oltin vasvasasiga ergashib, g'orni ichiga oltin topaman degan umid bilan kirishga o'xshaydi. Lekin aslida u konni hamma oltini qazib bo'lindi, siz qup-quruq joyga kirib, oxiri toshni tagida qolib ketishingiz mumkin.